David Moyes zaxiradan Duncan Fergyusonni maydonga tushirdi. Burchak zarbasi. To'pni darvozabonimiz ilib oldi. Markazga qarab ketayotsak, orqada Duncan Pol Shanerini yiqitibdi. Janjal boshlanib ketdi. Men ajratmoqchi bo'lgandek Duncanni formasidan tortardim. Unga "Esing joyidami, doringni ichmaganmisan?" deganday tikilib turardim. Keyin hakam yoniga keldi. To'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka. U chiqib ketayotganda, "Urushmoqchi bo'lsang, tunnelda ko'rishamiz, Dank" dedim. Duncan ham "Muammo yo'q" dedi. Keyin Li Makkulo "Bekor aytding shu gapni" dedi. O'yin tugashiga 10 daqiqacha qolgan. Duncan esa tunnelda meni kutib turardi. Men ichimda "Endi nima qilsam ekan" deb turibman. Li Makkulo "Tunnelda ehtiyot bo'l" derdi. Final qushdagi chalingan, men esa hali ham maydonda. Hamma chiqib ketgan, faqat kaptar va chips paketlari qolgandi. Oxiri tunnelga kirdim. U bo'ynimdan ushlab ko'tardi-da, "Yaxshiyam mening vazn toifamda emassan" deb qo'yib yubordi.